bugungi bayramga juda qattiq tayyorgarlik ko'rgani va shu tayyorgarliklar ichida yana bizga surprizi bor ekan, nimaligini aytmayapti, shuning uchun meni qo'yvormayaptilar. Gapirib turasiz, hozir surpriz bo'ladi deb ishlab. Surprizga salomat yetib olsak, yaxshi bo'ladi. Oilalarimiz tinch bo'lsin. Ayollar, sizlar baxtimizga sog' bo'linglar. Men ko'p ayollar haqida gapiraman. Nima uchun? Chunki oilani oila qiladigan. Meni xotinim demaydi ko'pchilik, meni oilam deydi-da. Haqiqatan ham oilalar. Ikkita qo'shni bor ekan, bittasigida har kun janjal ekan, ikkinchisida umuman janjal bo'lmas ekan. Bir kun janjal qilishdi, xotin aytdi, baraka topgin, analar ham yeri xotin. Bir yilda bir ovozi chiqmaydi. Nimaga ular janjal qilmaydi? Baribir bilib keling debdi. Haligi janjal qilishdi, eri kelib derazadan qarab tursa, janjal qilmaydigandi xotini, janjal qilmaydigandi xotini. Bu narsani supirib kelibdi-da, telefon jirilib qopti. Cho'p telefonni olaman desa, stol ustida bir qimmatbaho ko'za turgan ekan, qars etib yerga tushib sinibdi. Hali qars etganiga eri yugurib kelsa, xotin eriga qarab, dadasi ayb menda, ehtiyotsizlik qildim desa, eri aytdi, "Yo'q, xotin ayb menda. Boya shuni ko'rib tepaga olib qo'yay deb olib qo'ymadim. Olib qo'yganimda sinmas edi. Yo'q, ayb menda, yo'q, ayb menda" qilib turganini ko'rib uyga kelsa, xotin aytdi, "Bildingizmi? Nimaga janjal bo'lmas ekan desa, bildim xotin" debdi. Nimaga janjal bo'lmas ekan desa, janjal bo'lmasligining sababi ularning uyida hamma aybdor ekan debdi. Bizning uyda hamma haq, shuning uchun padargalar har kun janjal. Bir kun janjal bo'lgan joydan 40 kun baraka ketadi deydi. Iloyim, hech bir xonadonda janjal, yomonlik bo'lmasin. Faqat yaxshi kunlar, to'ylar bo'lsin. To'ylarda, yaxshi kunlarda birgalashib mana shunday bayram qilaveraylik. Sog'lik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. Rais bo, mana aytgan nimalar ham keldi shekilli. Jahongir ulaysan endi. Nimani? Hamma narsani o'chirib qo'yib, bitta nimani qo'shing, tashlaveryaptimi? Bo'ldi, ulagan bo'lsa endi o'chmaydimi? Davay. Chiqmay turamiz, hozir o'ylayapmiz. Qo'shib biron soat qo'shib aytiblarga. Endi rahmatlar bu deyapti, rasmga tushmaydi, chiroyli qizlarda tushdilarki, erlar janjal qiladi deyapti ular. Muxlis keling. Menga mana yonimda turib, kim tushiradi? Qani. Bu tursa siz ham ko'rinmayapsiz, bu ham ko'rinmayapti. Hemen şey gitti, bir sanat her şeyi nasıl kılar. Resmen tayyor mu? Bana mikrofon keling. Cevabı boş da olur. Endi o'ynaymiz, mana yaxshi apparat keldi, svet ham yaxshi bo'ldi. Endi to'xtovsiz bo'ladi bu yoqda nasib bo'lsa. Marhamat. Navbat qo'shiqqa, navbat o'yinga. Ishonbo'jon marhamat. O'rtoq aka, endi shu bizda urf-odatimiz, elimizni, o'zbek elining urf-odati shuki bir qutlug' mehmon kelsa, yelkasiga mana to'n kiygizib bir yana kelsin degan maqsadda, undan keyin ham mehmonimiz bo'lsin degan maqsadda arzimaskina shu sizga sarpomiz mahallamiz nomidan Raisbo o'zingiz bir bu kishiga taqdim qilsangiz, qarsak chalib qo'yasizlar shu kishi. Mana shu Anvar Sanafti ham kelishiga sababchi bo'lgan, mana o'zlari kelib, yana shogirdlari bilan hammasini tashkil qilgan inson Ortiq Sultonov bo'ladilar. Rahmat bu kishiga. Bu shapkani menga qoldirasiz endi. Men mahallaga olib qo'yaman o'shaga. Estarikka muhimmi? Mana shu hammasi xalqim nomidan. Mana shu burcun gavhari shohorsin Gap bor, tepada xudo yerda rais deydi-ku. Endi bu kishi mahalla raisi bo'lgan bilan davrani raisi men boshida menga shunaqa topshiriq bo'luvdi. Shu e'tibor berib turasiz. Kim ko'p xizmat qilgan bo'lsa, kim ko'p mehnat qilgan bo'lsa, harakat qilgan bo'lsa, unga ham bitta surpriz chopon
bor devli rais buva. Endi o'zi rais buvaga berishimiz keraklik. Ko'p xizmat qilib mehnat qilyapti va yondagi qizlarimiz, kelinlarimiz. Lekin shunday bo'lsa ham hammamiz bir fikrda kelib, Eshon buvamni lozim topdik. Eshon buva yonimga kelasiz. Qarsa bo'lsin o'rtoqlar. Bor tovog'im, kel tovog'im deganning ma'nosi shu, mana siz kiygizsangiz, men ham sizga kiygizishimga to'g'ri kelyapti. Eshon buva xalqning xizmatini qilib, duosini olib, duo qilib yuring. Rahmat. Endi mana Yo, bu sharaf-ku bu. Qani ko'p 100 ta bo'lsa 100 kishiga kiygizdirsak. Qarsa bo'lsin o'rtoqlar. Ha? Keling. Mana shu aytilgan gaplarni mana yakuniy xulosasi bizning gapimizda. Yangamga mikrofon. Yelkasi keng bo'lsin erkakni, ishlari o'ng bo'lsin erkakni, kiygani ton bo'lsin erkakni, qilgani to'y bo'lsin erkakni. Hozir yozdim. Rahmat o'rtoqlar, sog' bo'linglar. Mehmonimizga, Eshonbog'imizga gulduros qarsaklar bo'lsin. Rahmat hammaga. Stadion yog'idan kelishibsiz. Mana qara. Mana. O'rtaga bitta qo'la o'ynaydi. Mana qara. Bitta o'ynab beradi. Bitta o'ynab beradi. Bitta o'ynab beradi. Xorazm kelyapti. Urgutchasiga bitta bo'lsa, o'rtaga. Qo'shay. Urgutchasiga. Anjatchasiga. Ketdi.